istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum barcha mehmonlarga. Onajon, yaxshimisiz? Joningiz sog'mi? Yana sababchilari bor. Musofir yurtlarda yurgan farzandingiz qolaversa, shu yerda yurgan barcha farzandlaringiz nomidan mana shu xonadonda mehmon. Salomat bo'linglar. Ilohim bizlarga kirib beringlar, birgalikda qo'sha qaringlar. Shu farzandlaringiz menga murojaat qilganda, bugun mening farishtamdi, jannatimda onajonim Islom ayyomlari. Shu munosabat bilan bir ajoyib syurprizlarni tayyorladingizlar. Biz onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Balki sizlarga yaxshi ko'raman degan so'zlarni ayta olmagandirmiz, lekin yurakdan, qalbdan, dildan juda yaxshi ko'ramiz onajonimizni. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin dedilar. Qolaversa, musofir bo'lgan farzandingiz yana bir chiroyli so'zlarda aytdilarki, "Ukajon, biz dunyo topdik, obro' topdik, do'st topdik. O'zimizga kerakli barcha narsani topdik, lekin ota-onamdek bir mehribon, qadrdon insonni topolmadik. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin, uzoq umr peshvosin ko'rsin" dedilar. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'yib, o'zlari qancha qiyinchiliklarni ko'rdilar. Birovdan kam qilmadilar. Balkim dadajonim milliarderlar orasida emasdir, lekin biz yoshlikdan ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik. Onlarni qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan insonim farzandlaringiz nomidan. Ona tobib qochmasin, dildan orom qochar ekan. Uyimizda rayhonlar charchab suvsiz ko'narkan. Ona tobib qochmasin, menga qiyin bo'larkan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotarkan. Ona tobib qochmasin, kir menga qolarkan. Bemazza ovqatlarim faqat sizga yoqarkan. Onajon tobib qochmasin, opam singlim og'rib qolarkan. Ko'zlariga yosh olib, yoningizga yotib olarkan. Onajon tobib qochmasin, otam saqov bo'lib qolarkan. Sitilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tarkan. Maqtasam yuzlari oy berdim, ko'zlari yulduzga tendirdim. O'xshasin osmondan izlardim. Yo oydan tushganmi onalar, yo oydan tushganmi ayollar deb bugungi so'zlar barcha farzandlaringiz nomidan bo'ldi. Doim sog'-omon bo'linglar, ilohim izlarga kiringlar. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli doim bo'lsin. Oynasın, 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 oynasın,